Gaz 53 olov va muz sinovidan qanday o'tgan? Bu yuk mashinasi har qanday sharoitda ishlash uchun yaratilgan, lekin ommaviy ishlab chiqarishga chiqishdan oldin uni sobiq ittifoq eng ekstremal hududlarda sinovdan o'tkazishgan. Issiq va qum bo'ronlari. Yozgi sinovlar O'rta Osiyo cho'llarida o'tkazilgan. Bu yerda harorat 40 dan oshib ketgan. Mashinani eng og'ir sharoitlarda sinashgan. Uzoq masofaga qum ustida harakatlanish, keskin to'xtash va yurish, baland qum tepalarga chiqish va tik pastga tushish. Dvigatelning qizib ketmasligi uchun sovutish tizimi sinovdan o'tkazilgan. Qum filtrlarga yurish qismiga to'lib ketgan, lekin gaz 53 harakatda davom etgan. Sovuq va muzlash sinovi. Qishda sinovlar shimoliy hududlarda o'tkazilgan. U yerda harorat 40 dan pastga tushgan. Yuk mashinasini bir necha kun sovuqda qoldirib, dvigatel qanday ishga tushishini tekshirishgan. Motor moyi quyuqlashib ketgan, yoqilg'i muzlash darajasiga kelgan, rezinalar qattiqlashgan, lekin gaz 53 bunday sharoitlarga bardosh bera olgan. Hatto muzlab qolgan yo'llar ham bu mashinani to'xtata olmagan. Sizningcha, avtomobil uchun qaysi biri xavfliroq, jazirama issiqlikmi yoki qattiq sovuq? Balki o'zingiz ham texnika ekstremal sharoitlarda qanday ishlashini boshdan kechirgan bo'lsangiz kerak. Fikrlaringizni izohlarda yozing va gaz 53 egalariga ushbu videoni jo'natib qo'ying.